الحمد لله رب العالمين. Hozir bizga kelayotgan murojaatlarni bajarish uchun yo'lga chiqmoqdamiz. O'zbek birodarlarimizning ko'maklari bilan bu ishlar amalga oshmoqda. Alloh sizlarning martabangizni ko'tarsin. Alloh taologa hamd bo'lsinki, sizlar G'azodagi ahlimizga qarshi boshlangan zulm tajovuzning ilk kunidan to shu kungacha bizni qo'llab kelmoqdasizlar. Bu kishi haqida kelgan murojaatni ham o'zbek birodarlarimizning yordami bilan bajarmoqdamiz. Bu odam farzandlarini taom va ichimlik bilan ta'minlay olishi uchun shoshilinch ravishda moliyaviy yordamga muhtoj edi. Alloh sizlarga baraka bersin. O'zbek birodarlarimizga minnatdorchilik bildiramiz. Mana bu yordam sizlarning nomingizdan berilayotgan naqd pul. Xizmatlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Alloh ajrlaringizni ziyoda qilsin. Bu ayolning farzandlari uchun ham kelgan murojaatni qabul qildik va o'zbek birodarlarimizning ko'magida ushbu naqd pul yordamini topshirmoqdamiz. Alloh sizlarga baraka bersin. Yaxshiliklaringizni ziyoda qilsin. بارك الله فيكم شباب الأوزبك. تفضل يا حج، هذه مقدمة من شباب الأوزبك. الله يحفظك. دعواتك لهم. Va yana bir muhtoj kishiga yordam berilmoqda. Alloh sizlarni o'z rahmatiga olsin. Sizlarni molingizni ko'paytirsin. Bu bolada siydikni tutib turish, hojatga borish, harakat muvozanati va boshqa ko'plab muammolar mavjud. Ko'plab xalqaro va mahalliy tashkilotlarga murojaat qilingan edi. Ammo ozgina kunlar ichida birinchi bo'lib javob berganlar o'zbek birodarlarimiz bo'ldi. Maqsad unga $250 yordam yetkazish edi. Ushbu yordam uchun yana bir bor kattakon rahmat. بمساعدة مالية لهدف شراء البامبرز من ناحية اللي هو مكلف اليوم 200 ل 250 شيكل الاكس لارج بغطي اسبوع، وعلاج الكبرى والليمونال اللي هم لنوبات التشنج. مش موجودين طبعا في عيادات الصحة، في العيادات الخاصة الدولية، وفي الغالب نشتريهم مشاهير. فهذا المبلغ أو هذه المساعدة جزيل الشكر لشباب الأوزبك، حنشتري فيها بامبرز وعلاج. بارك الله فيكم ويعافيكم. الله يحفظك. هذا مقدمة منهم ودعوات كل شباب الأوزبك. جزيل الشكر.